Hammaga salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Har doimda sizlar bilan mening kompyuterim kanalida do'stlar. Bugun sizlarga Telegram kanalimdagi mana bunday qismli fayllarni qanday qilib bitta faylga aylantirishni ko'rsatib beraman. Ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bitta faylni men 4 ta bo'lakka bo'lib tashlaganman. Mana shu 4 ta bo'lakka bo'lib tashlangan fayllarni qanday qilib yana birlashtirish mumkin? Mana shu narsani hozir sizlarga tushuntirib bermoqchiman do'stlar. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, demak faylni 4 bo'lakka bo'lib tashlagan bo'lsam ham, lekin tagida instruksiyasini ham demak yozib ketganman. Ya'ni 4 ta qismni ham yuklab, keyin 7zip dasturi bilan ISO faylni chiqarib olish kerak deb yozilgan. Endi do'stlar, 7zip bu qanaqa dastur? 7zipni biz demak Google Chromedan yuklab olsak bo'ladi. Do'stlar, 7zip saytiga kirganimizda mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi va bu yerda biz ko'k yozuvli download tugmasini bosib dasturni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Dasturni yuklab olgandan so'ng buni o'rnatish juda ham oson. Demak, bu narsaga to'xtalib o'tirmayman va ishimizga qaytamiz do'stlar. Endi mana bu fayllarni qanday ishlatish kerak? Birinchi bo'lib bu fayllarni skachat qilib olish kerak bo'ladi. Hozir men bu fayllarni skachat qilib olmayman. Shunga o'xshagan alternativ variantni sizlarga ko'rsatib beraman. Ko'rib turibsiz, ya'ni bu yerda ikkita fayl turibdi, lekin shu ikkita fayldan do'stlar bitta fayl kelib chiqadi. E'tibor beramiz, mana bu yerda mana 001 oxiri 001 002 deb tugagan. Sizda esa bu masalan part 1, part 2 degan so'zlar bilan tugagan bo'lishi ham mumkin yoki umuman boshqacha bo'lishi ham mumkin. Lekin do'stlar, e'tibor beramiz, barcha fayllarni demak yuklab olgan bo'lishimiz kerak. Masalan, mana bu yerda Telegramda men 4 ga bo'lgan bo'lsam, ba'zi bir fayllarda demak ikkitaga bo'lgan bo'lishim ham mumkin. Mana Microsoft Office'ni ikkitaga bo'lganman. Bu nima uchun bo'linadi do'stlar? Ya'ni Telegramda bir faylni demak biron kishiga jo'natmoqchi bo'lsangiz 2 GB dan yuqori faylni jo'natib bo'lmaydi. Telegram Premium sizda bo'lmasa 2 GB gacha bitta faylni jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Agarda Premiumingiz bo'ladigan bo'lsa 4 GB gacha jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Bu narsalarni menda Premium bo'lmagani uchun 2 GB dan bo'lib demak yuklab qo'yganman do'stlar. Endi esa do'stlar, mana bu fayllarni hozir qanday qilib birlashtirishni ko'rsatib beraman. 7zip dasturini o'rnatganimizdan so'ng biz mana shu faylni ikkalasidan bittasiga mishkani o'ng tomonini bosamiz. Ya'ni belgilaymiz va mishkani o'ng tomonini bosamiz. Bu yerdan mana показать дополнительные parametrga kiramiz va bu yerda ko'rib turibsiz 7zip degan joy ochiladi. Mana shu yerdan открыть arxiv qilsak bo'ladi. Открыть arxiv qilganimizda e'tibor bersangiz mana ichida bitta fayl turibdi. Mana shu faylni shunchaki mishkani qo'yavermagan holda yoki rабочий stolga yoki papkaga chiqarishimiz mumkin. Men papkaga chiqarmoqchiman. Demak, faylingizni hajmiga qarab birdaniga chiqarib beradi. Demak, mana shu faylni demak 2 ga bo'linganda, lekin men buni ichidagi bitta faylni chiqarib oldim do'stlar. Endi esa Telegramdagi mana shunday fayllarni demak bemalol yuklab olib, demak ishlatsangiz bo'ladi do'stlar. Demak, video sizga foydasi tekkan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan esa mening kompyuterim kanalida ko'rishguncha xayr.